Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamaysiz aka, yo'l harakati qoidasi bir yo'l chizig'ini bosib o'tgan uchun to'xtatonmi akam? Hujjatlaringizni marhamat taqdim qilsangiz. Svetoforga yetmasdan palasani bosib o'tdingiz aka. Ishonchnomadamisiz, davrimizdami? Davrimizdami? Taqdim qilsangiz. Hozir protokol yozib berasiz aka. Pravo so'rab bitamidi? Nima aka? Pravani beringmi yo? Yo'q, shart emas. ID kartangiz bo'ldi. ID kartangizni nomerini terib chiqarib olamiz, yoki muammosi yo'q buni. Mana bor yo'liga chiqib beradi, o'zi bilasiz. Avariya bor. Tezroq bitadimi deyman. Nima deysiz? Tezroq bitadimi deyman. Yo'q, bo'ldi, bitta unisi muammosi yo'q, bilasiz. Ba'zi ishlarga qo'ldan chiqarib beradi, dandilani. Okey, yo'l harakati qoidasi bo'yicha ana klubini yo'l chizig'ini bosib harakatlanganligi uchun sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. Qog'oz protokol yozib beryapti. Qog'oz protokol. protokol. Bormi qog'oz protokol so'rayapsiz? Nima e'tirozingiz bor aka? Bosganimni chizgandim. Bosganingiz avgon qilib chiqib keldingiz aka, kamerani turibdi ko'ryapsizmi? Mayli. Bosganim yo'q. Bosganim yo'q, qog'oz protokol yozib beryapti. Qog'oz protokol? Shoshmayapsizmi? Hozir qog'oz protokol chaqirtirishim kerak bo'ladi-da. Chaqirtiring. Bo'ldi, chaqirtiramiz, qog'oz protokol kelgandan keyin ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beradi. Bas chekkaroq turib turasiz bo'lmasa, aka. Telefonini chaqirtiramiz. Necha minut kutish kerak aka? Hozir kelsin, ertadan telefon qilaman, olib kelib berishadi. Yo'q, vaqtini ayting, necha minut kutish kerakligini. Yo'q, vaqtini endi 10 minutda keladi, 15 minutda keladi aka, hozir aytaman. Telefon qiling. Alo. Komanda, assalomu alaykum. Hozir protokol kerak bo'ldi. 18 tarmoqda. Qanchasi hozir? Qanchada kelasiz, qanchada? Hop, bo'ldi, hop. Aka hozir olib kelishadi, hozir. Tamam. Ozgina kutib turasiz, endi ozgina vaqt ajratib olasiz, aka bizga.
qiladimi yo'qmi? Havo sovuqmi taksi qiladi. Uyda janjalmi taksi qiladi. Bayram kuni ham taksi qiladi. Kreditimiz qasmaslari bo'lsa kechasi uxlamasdan ham taksi qiladi. Baraka toping. Mana kommentariyamga yozishibdi, doda taksichilikka targ'ib qilmang deb. Bolajonlarim, men targ'ib qilmayman. Men hammalaringni kamida ministr bo'lishlarini xohlayman. Shunchaki ko'nglingizni ko'taray deyman xolos. Obuna bo'lib qo'ying. Hali ham ishara yuribsanmi? Unda kel, men senga bag'rimdan joy beraman. Permanent qarab olismi? Muhimroq gapirmoqda yo'q. Ben chetroq o'tiraman. Umid bor, lekin sizda naqd pul yo'qmi? Endi Моя друга кто поднимет ее на народный сайт. Manlar kelib qolmadingizmi? Согласно Juda ham международному kutib праву, qoldida. у Амишаба нет никаких прав на эту землю. Avariyada avariyada ekan hozir doim e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, yuqori surishda o'rningizga murojaat qilasiz. Hozir kelib qo'yguncha akam. O'sha. Nimadan? Gospital nima? Prezident trassadan ketaman, короче. Hop, nima? Tashlab qo'y, unaqa mesda tashlab qo'yasiz boraman. Ha, bo'pti. Okey. Mayli, qog'oz protokolni olsiz, hozir avariya ikkinchi bir soatdan o'tib ketasiz. Siz ham vaqtingizni olmang. Okey, ogohlantirish ko'p bo'lma, okey, ogohlantirish sizni. Unaqa qoida buzmang. Qoida buzganingizni o'zi bildingizmi, okey, tan oldingizmi, ko'rdingizmi? Yo'q, buzganim yo'q aka qoida. Nima deysiz? Qoida buzganim yo'q aka. Palasani bosdingizmi? Palasan. Okey. Palasani bosib avgon qildingiz. Mayli, anaqasini gapiryapmanmi, ko'rgan narsamni aytolmayapti sizga. Siz ko'rganingizni qoida buzgani bo'lavermaydi aka. To'g'rimi? Okey, siz ham qoida buzganingiz uchun men to'xtatyapman-da, shuncha mashinani ichidan-da, yo'q. Ko'rgan narsaga qoida buzgani bo'ladi. Yo'q, shunda hayronman sizga qaytam avgon qilib chiqdingiz. Yo'q. Bir-birini uzib bor svetoforda ko'rgan Yo'q, bo'lsangiz. endi ko'rganimiz uchun hammani ishtirok qilaversak aka. Men sizga ishtirok qilaman deyapmanmi hozir aka? Men o'zi sizga aytaman. Aka, gap yo'q aka, ogohlantirib qo'yaveraman. Yana qoida buzganim yo'q. Aka, qo'ying. Ay, gap dedim, ogohlantirishni qanaqa qilamadingiz? Yana qoida buzganim. Yo'q, qoida buzganim yo'q aka. Buzmaysa hayot umuman qoida buzmaysa. Yo'q. Men harakat qilaman buzmaslikka aka. Lekin buzmaysa? Yo'q. Buzmang aka, sizdagi anaqa haydovchilik ko'paysin. O'shanda tik bo'ladi, aka, o'shanda avariyalar kamayadi, sizdagi haydovchilik kamaysa. Yo'l harakati xavfsizligiga juda zarar yetkazadigan qilib haydamayman aka. Juda xavfli harakat qilmayman yo'lda. Va sizga xavfli qilyapsizmi? Men endi xavfli harakat qilib o'zingiz xavfingizga ham, oilangizning a'zolarini sizga ham keraksiz aka. Bu narsa qilib yurish shart emas aka. Rosa men aytayotgan narsam aka, men sizni juda to'g'ri tushunyapman. Ko'rdim degani ishtirok yozib tashlab bo'ldi degani emas aka. Men o'shani aytaman sizga.
ukam? Yozasizda aka siz. Ogohlantirish degan narsa bor birinchi martasiga, to'g'rimi? Ogohlantirib Bilmadim, qo'yamiz, mani- keyingi safar ukam. Mani hech kim ogohlantirmaganda aka. Sizdimi? Nimaga? Yaxshi haydovchisiz, qoida buzmagansiz, shunchaki ogohlantiradi ukam. Qoida buzmagan odamni qanaqa ogohlantirishadi? Uka, charchamang. Sog' bo'ling, charchamayman aka.